Assalomu alaykum Nodirbek Savashi kanalining obunachilari hamda kuzatib boruvchilari. Barchaga yaxshi kayfiyat. Bugungi videomizda nomidan ham bilgan bo'lsalar kerak, tok masalasi, ya'ni svarkaning amperi. Shuni hozir 3 xil, 4 xil variantda tok telegrafkasida svarkani uzmasdan qo'yib ko'rsatib beraman inshaalloh. Albatta qo'limdan kelgancha xato kamchiliklar bo'lsa avvalambor uzr so'rayman. Xudo xolasa xato kamchiliklar tuzatishga harakat qilamiz. Shu list haqida ma'lumot berib o'tsam, uzmasdan qo'yishlik o'zi ko'pincha shu qalin metallarda bo'ladi. Hali profillarga uzmay qo'ya olmaysizmi, nimaga o'zi o'g'rilar uzmay qo'yadi deydi. Mana 3 millimetrlik list. Asosan qalin metallardagina qo'yamizda. Misol uzmasdan qo'yadigan xona joylari chiqadi, faqat qalin metalda, ya'ni pechka, shunga o'xshash qalin narsalarni qilganingizda uzmasdan qo'yadigan joylar chiqadi. Endi profil bilan ish qiladigan odamlar ko'p ham uzmay qo'yavermaydi. Shu ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tmoqchiman. Akalar, meni svarkam shu Volk 250 watt, mana 250 amper. Shu svarkada videolarda hammasini shu svarkada qo'yib ko'rsatganman. Mana 250, 248 ko'rsatyapti. Hozir tok telegrafka bo'lib o'ynayapti. Aytmoqchi akalar, mana menda 250 amper. Sizniki mojbut 300 dir, 160, даже 800 ampergacha svarkalar bor. Hammaniki har xil. Endi keyin tokni masalasini olsangiz, hammada har xil tok bo'ladi akalar. Shuni ham e'tibor beringlar. Uy sharoitida ish qiladigan odamlar ko'pi. Sexi bor, boshqasi bor odamlar bu svarka qo'yishni ham biladi, bu ma'lumotni ham biladi. Shu o'rganmoqchi bo'lganlar albatta uy sharoitida boshlaydi har narsani. Shuni aytib o'tmoqchiman. Men misol uchun deylik, hozir svarkani deylik 100 ga qo'yib qo'ydim. Sizniki bilan bir xil chiqmaydi, chunki svarkamizda, svetimizda farq bo'ladi. Albatta qo'ldan kelgancha tushuntiramiz. Kamini o'zingiz ligrovka qilib, materialga расчёtni o'zingiz olasizlar. Bugungi videoda hozir o'zim aytib o'tgandek, men sizlarga ya'ni tushuntirib o'tmoqchiman. Mana bitta chiziq. Deylik buni 60 amper, svarkani 60 amperga qo'yib turib, shuni mana shu chiziqqa qo'yib ko'ramiz. Elektrod masalasiga kelsak, har doimgidek o'zimizni arsenal 3 millimetrlik. Mana 3 millimetrlik. O'zimiz o'rgangan 3 millimetr. Shu 3 millimetrlik elektrodda men hozir ko'rsataman. Buni 60 amperga qo'yamiz. 57, 59, 60 mana. Endi shu holatda qo'yamiz. Qani 60 amperda uzmasdan qo'ydik. Endi buni tozalab ko'ramiz. Mana e'tibor bersangiz, mana bu elektrod tutashib boshlagan joyi yaxshi chiqmadi, lekin davomini ko'rishingiz mumkin. 3lik elektrod 60 amperda.
Endi yoniga 80 ni qo'yib ko'ramiz. Orasini tashlaymiz. Shu joyiga 80 farqini ko'ramiz. Birlash. Mana 60 75 81 80 ga qo'yamiz. Mana ko'rdingiz-a? Mana 80 60 bilan 80 ni farqini o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Orqa tarafiga olsangiz mana 60 bilan 80 ni orqa qismi mana. Mana 80 mana 80 metalga kirishib yopishi ham 80 niki yaxshiroq chiqdi. Jim 60 ga qaraganda. Endi mana 100 bo'ldi. Yüz. Yüzde mana ko'rdingizmi? Tok ancha shashtirib qo'ydi. Mana. 100 jinda ko'pirlik qilyapti. Endi 120 qilamiz. 120 ni shu uchlilis ko'tara oladimi? Endi 120. Hesap. Bir 120. Mana 120 ni e'tibor bersangiz ikki joyida uzuvdim. İki joy uzilib qolgan joyi mana buqo bo'lib bilinib turibdi.
Xullas, mana akalar 3 millimetrli listga necha gradusda tok sizni ko'nglingizdek chiqadi. Mana ayrimasini ko'rib 140 ga qo'ysam bu listni aniq teshib qo'ysa kerak. 140 ga qo'yib qo'ysanglar teshadi. 3 xil shop mana. 60 ancha past, 3likka ancha pastlik qilar ekan. 80 o'rtacha, 100 120 ya'ni meni sivarkamga balandroq ekan. Bitta elektrod tugaguncha shu holatda 100 da qo'yish qiyin bo'ladi, chunki bunaqa tekis listi joyga qo'ymaysizda. Qo'yganda bunaqa chekalari chakkagan joylari bo'ladi, ochiq joylari bo'ladi. 100 amperda qo'yish albatta qiyin. 80 da постоянник 80 ishlatsangiz mana svarkani даже qalinligida ham farqi bo'ladi. Bunday ko'ringanda mono qalinligida, mono 100 da elektrod yaxshi erib, yapaloq bo'lib ketadi. Shirina ko'rasiz. Eniga yayilishi kerak bo'ladi. 80 da tonki chiqyapti. Xullas, video yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar. Videoga kim o'ziga qanday xulosa olishi faqat o'ziga bog'liq. Albatta harakatingizga, qiziqishingizga bog'liq bo'ladi. Harakat qilgan odam xudo xolasa hammasini qiladi. Inshaalloh qo'ldan kelgancha o'rgatishda davom etamiz. Mening maslahatim 3 listga 80 amperga qo'yib qo'ygan. Albatta 250 amperli svarkaga. Shug'ini ham olinglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, podpishka qilishda davom etinglar. Hammaga rahmat.